Alaykum va rahmatulloh. Hozir bir kichkinagina foydali maslahatim bor. Bu biladiganlar o'zi uchun, bilmaydiganlarga manfaatli bo'ladi inshaalloh. Ustakalarga bu. Tak. Malibu 2 ikkili turbina motor yechganmiz. Yechish jarayoni hozir. Ko'pchilik ochmagan ustalar cho'chishadi, qo'rqishadi. Men bunaqa ochmaganman, qilmaganman. Cho'chmanglar, qo'rqmanglar. Bu ham oddiy motor. Boshqa motorlarga o'xshagan. Faqat shu bolt egalarida, shtekerlarida adashib qolmasanglar, hammasini joy-joyiga qo'ysanglar bo'ldi. O'zi bir-biriga tushmaydi ham, hammasi joy-joyiga tushadi, bir-biriga tushmaydi. Esdan chiqib qolmasa bo'ldi. Lekin metkasida qiynalishadi ko'pchilik. Tak, metkasi sizlar o'ynaganlaringlarda unaqa kaprizli qiyin emas. Mana Cobaltga o'xshagan bu ham X tomon mana shu Malibu 2 to'rda bo'lardi, xuddi shunaqa shikib. Mana sep rangiga qaraydi. 14 ta sanaysizlar, sanash ham shart emas, o'zi mana shu yerda sariq tochkasi bor, zavodskiy. Bu strelkaga qaraydi. Ko'rayotgan bo'lsa agar. Pasti ham xuddi shunaqa ko'rayotgan bo'lsa mana tochkada Gentra Cobaltga o'xshagan, 1.5 ga o'xshagan. Buni ham xuddi shunaqa tochka mana. И sepda metkasi bor. Bu maslingniki bu. Xudo xolisa manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Ustalarga tashlab qo'yamiz.